Kurslardan men juda ham katta natijaga erishdim. Avvalambor oilada farzandlarim orasida ham kitobxonlik muhitini shakllantira oldik. Hozirgi kunda 3 nafar balog'atga yetadigan farzandim bor. Balog'atdagi farzandlarim bilan o'rtada munosabatlarda ham juda ham katta menga yordam bo'ldi. Aslida ayol o'qisa, butun bir oila, jamiyat o'qiydi degan jumlani isbotini siz kabi o'quvchilarimizda ko'ramiz. Bundan bag'oyatda xursand ham bo'lamiz. Kurslarda o'qish jarayonida yosh farzandlaringiz bor ekan, sizda qandaydir qiyinchiliklar yoki qarshiliklar bo'lmadimi? Aksincha, kurslarni o'qish davomida oilam qo'llab-quvvatladi. Ayniqsa farzandlarim ham xayrixohlik bildirishdi. Ularni menga berayotgan yordamlari ham o'qishimdagi natijalarga erishishimga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Peshqadamlik sari loyihasining navbatdagi sonida ko'rishib turibmiz. Keling birgalikda bugungi ishtirokchimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Solihajeva Gulnoza, yoshim 35 yoshda. Gulnozaxon, xush kelibsiz. O'quv markazimizning qaysi kurslarida ishtirok etdingiz, Gulnozaxon? Men o'quv markazining kitobxonlik kursida, ayol va oila seminarida, hozirgi kunga kelib baxt sari yo'l kurslarida qatnashmoqdaman. Xursandmiz Gulnozaxon. O'quv markazimiz haqida avval boshdan qayerda ma'lumot olgansiz? O'quv markazi haqida ma'lumotni ijtimoiy tarmoqlar orqali xabarini olganman. Xursandmiz. Bir necha kurslarimizda ishtirok etib, yana davom ettirayotgan ekansiz. Gulnozaxon, olgan natijalaringizni ham biz bilan bo'lishsangiz. Qanday natijalarga erishdingiz shuncha kursimizda ishtirok etib? Kurslardan men juda ham katta natijaga erishdim. Avvalambor oilada farzandlarim orasida ham kitobxonlik muhitini shakllantira oldik. Hozirgi kunda 3 nafar balog'atga yetadigan farzandim bor. Balog'atdagi farzandlarim bilan o'rtada munosabatlarda ham juda ham katta menga yordam bo'ldi. Har bir davrda bolalarni o'zida bo'ladigan holatlari haqida ham ma'lumotlar berishdi ustozlarimiz. Shu olgan bilimlarimni hayotga tatbiq qilgan tarzda farzandlarim bilan hozirgi kunda kitob mutolaasini yo'lga qo'yganmiz. Bundan tashqari vaqtni qadri haqida ham ustozlarimiz bizga juda ko'p narsalarni o'rgatishdi. Vaqtni o'zi nima ekanligini anglab yetishni va vaqtdan qanday unumli foydalanish kerakligini, bilim olishning ham bilimi borligini o'rgatishdi. Aslida ayol o'qisa, butun bir oila, jamiyat o'qiydi degan jumlani isbotini siz kabi o'quvchilarimizda ko'ramiz. Bundan bag'oyatda xursand ham bo'lamiz. Kurslarda o'qish jarayonida yosh farzandlaringiz bor ekan, sizda qandaydir qiyinchiliklar yoki qarshiliklar bo'lmadimi? Aksincha, kurslarni o'qish davomida oilam qo'llab-quvvatladi. Ayniqsa farzandlarim ham xayrixohlik bildirishdi. Ularni menga berayotgan yordamlari ham o'qishimdagi natijalarga erishishimga sabab bo'ldi. Gulnozaxon, Peshqadam maktabi siz uchun nima? Peshqadam maktabi men uchun yo'lchi yulduz. Chunki bu yerga kelishimdan oldin o'zim mustaqil tarzda kitob mutolaasi bilan shug'ullanardim. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlardan uzuq-yuluq har xil ma'lumotlar eshitardim va ijtimoiy tarmoqlar orqali shu kurs haqida ma'lumot olgandan keyin bu kursda o'qish jarayonida aynan men qidirgan kurs shu ekanligini tushunib yetdim. Bu yerda tizimli va tartibli bilimlar berib boriladi va kitoblarni ham qanday tanlash, qanday kitoblar o'qish kerakligini ham ustozlar tarafidan bizga o'rgatildi. Vaqtni qadrlab, kunimizni tartiblab, kitoblarni oz bo'lsa ham davomli o'qish haqida bizga juda ko'p ko'nikmalar berildi. Shu narsalar hayotimga tatbiq qilib, hozirgi kunda ancha kitobxonlikni yo'lga qo'yib olganman. Bu uchun o'quv markaziga juda ham minnatdorchiligimni bildiraman. Bunaqa kurslar juda ham ko'p bo'lishi, biz o'quvchilarga sizlar tarafinglardan yo'lchi yulduz bo'lib yo'l ko'rsatishinglarni bardavom bo'lishini tilab qolaman. Biz ham sizga eng yaxshi tilaklarni tilaymiz. O'quv markazimizdan, kurslarimizdan olayotgan bilimlaringiz siz uchun manfaatli bo'lishini hamda natijalaringiz bardavom bo'lishini tilaymiz. Tashrifingiz uchun tashakkur. Rahmat. Salomat bo'ling. Agar siz ham o'quv markazimiz kurslarida ishtirok etib, biz bilan peshqadamlik sari qadam bosgan bo'lsangiz, ushbu loyihamizda ishtirok etish imkoniyati sizda ham mavjud. Buning uchun quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.